Xayrli kun qizlarjonlar, qalaysizlar, tuzimsizlar, charchamayapsizlarmi? Tushlik vaqtim yaqinlashdi. Tushlikda bugun menda qaynatma sho'rva, qo'y go'shtidan. Bilasiz, men hozirgi paytda Rossiyadaman. O'zimiz go'shtlarga o'xshamaydi mazasi. Har kuni go'sht iste'mol qilsangiz ham, uni o'zimizni nima desam ekan, bir bo'lak go'shtimizni mazasiga kelmaydi-da bu yerniki. O'zi odatda yoqtirmayman. Yegan, ichgan narsamni birovga reklama qilish, ko'rsatish, mana men shashlik yapman, yoki go'sht yapman, yoki bo'lmasa manti, osh yapman degan narsalarni yoqtirmayman. Ota-onam uchun o'rgatgan, qayerga borgan bo'lsang, yegan narsang o'sha joyda qolsin, birovga umuman yegan ichganingni maqtanma ham, ko'rsatma ham degan. Eng yoqtirmagan narsam shu. Goh paytlarda majbur bo'lasiz o'sha yegan ichganingizni ko'rsatishga. Shu narsaga hozir men